Bundan boshqa retseptda nejniy shirinligi bu qadar nejniy bo'lib chiqmaydi. Barakali, uni ustiga osongina retseptda tayyorlab ko'rsataman. Bezalarning ham usti qars sildo bo'lib chiqadigan retsept. Videoga like bosib, albatta retseptni saqlab oling. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Oliy navli turon unni elakdan o'tkazib, biroz rixlitsin solib aralashtiramiz. Sariyog' yoki margarinni qirg'ichdan chiqarib, urpolab olamiz. Tuxum sarig'ini qo'shamiz va xamir qoramiz. Xamirimiz biroz mo'rtroq ko'rinishda bo'ladi. Xamirni teng ikkiga bo'lamiz, vaqtimizni ketkazib, muzlatgichga ham qo'yib o'tirmaymiz. Ikkita list ustiga qirg'ichdan chiqaramiz, ko'rsatilgandek qilib tekislab tayyorlab olamiz. Tuxum sarig'i xamirga ketdi. Endi tuxum oqini olib ko'pirtirishni boshlaymiz. Oz-ozdan shakar solib ko'pirtirishda davom etamiz. Bizi hosil bo'lgach, ustidan kraxmalni solamiz va yana 1-2 mikser qilamiz. Bizini teng ikkiga bo'lib, korjimiz ustidan siqib chiqazamiz. 150 gradusda qizib turgan pechda 1 soat davomida pishirib olamiz. Varyonli moloko, zgushoniy moloko, sariyog' aralashtiramiz. Kremimiz tayyor. Endi shirinligimizni nejnigina qilib terib olamiz. Kremimizdan siqib chiqaramiz, ustidan yong'oqni ayamasdan sepamiz. Ikkinchi korjimizni ham qo'yamiz, ustidan krem siqib chiqazamiz. Xohishga ko'ra bezatamiz. Men ustidan maydalangan pistani sepib bordim. Ko'rsanglar, men bunaqa mazali nejni yemaganman deb orasizlar. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang.